Biram xursandman. Shu gulingni qo'yib tur. Xalaqit qilmayaptimi? Yo'q, xalaqit qilmayapti. Mazza qilyapman. Tinchlikmi aka? Nima qilyapsiz? Iye, uka. Qayerdan kelib qolding? Pulingiz ko'payib, bosar tusaringizni bilmay qoldingizmi? Nima deganing bu? Kim bu ayol? Bu ayol Bo'ldi qiling aka. O'zingizni oqlashga urinmang. Insonga boylik sinov uchun beriladi. Bunaqa ayollar esa faqatgina barakani uchiradi. Voy. Bu nima deganingiz? Siz jim turing. Oilasi bor erkakka suykalgani uyalmadingizmi, singlim? Aka, men sizni hurmat qilardim. Lekin bu holatingizdan keyin jirkanadigan bo'ldim. bo'ldi qil dedim. Endi oshirib yubording. O'ylab qarasam, ish bilan bo'lib yangaga e'tibor qilmagan ekanman. Bugun bir yaxshilab e'tibor qilgandim. Ana endi hech kim tanimayapti. Bu seni yangang. Nima? Meni ahmoqqa chiqaryapsizmi? Qanaqasiga tanimasligim mumkin? Bu begona ayol-ku. Mana. Ana endi tanidingmi? Assalomu alaykum yanga. Uzr, sal qizishib ketibman. Mana ko'rdingmi? Endicha. Aka, yangam qanaqasiga o'zgarib qolyaptilar? Buni siri bor-da, uka. Qanaqasi aka? Yur. Yangangni qo'lidagi gullarni Peony Flowers do'konidan oldi. Chunki u yerdagi gullar har qanday go'zal ayolni chiroyiga chiroy qo'shadi. Senga maslahatim, mana shu gullardan kelinga ham olib bor. Chunki ayolni go'zal qiladigan narsa bu erkakning e'tibori. لو اقول لك اني بحبك